2025-yil 10-mart. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani. Mana 30 sotixli teplitsadagi piyoz ko'chatlar. Mana shunaqa holatga keldi hozirgi kun kelib. Upakovka. Har xil F1 navlar bor bu yerda. Shu naviga qarab, kuniga qarab pasti baland. Aprel oyini ikkinchi yarmida ekiladi xudo xolasa. 20larida 15-20larga tayyor bo'ladi xudo xolasa. Nasib qilsa mana chetlarini ochib tashladik teplitsamizni. Havo aylanyapti. Tomchilab sug'orish yo'li orqali yetishtirilayotgan ko'chatlar, piyoz ko'chatlar. Mana shunaqa holatda. Mana shu joyimiz Brixtonning birinchi avlod urug'i mana shu yerda faqat. Mana birinchi avlod ancha jadal. O'sib rivojlanishi zo'r. Buni o'zimiz bozor uchun piyoz qilib sotishga ekkanmiz.